Bo'ka tumani Bo'stonda, Bo'ston markazida uy sotiladi. Bu tomonda mahalla komiteti, klub, poliklinika, park va yonida bog'cha joylashgan. Uy markazga yaqin joyda, maktab, bog'cha hamma sharoitlari yaqin joyda joylashgan. Uy 2 xona, bitta koridori bilan yangi qurilgan uyi va 4 xona eski uyi bor. Eski uyda ham yashasa bo'ladi. Uy ichlari, ko'rinishi. Yangi qurilgan uyi akkuratniy remont qilingan. Uy orqa tarafi omborxona, yana огород ham bor. Uy orqa tomonida ham eshik bor. Eshikdan shunday chiqqanda bog'chagacha 50 metr. Uy umumiy maydoni 8 sotik. Bo'ka tumani Bo'stonda joylashgan. Bu yerda tabiiy gaz yo'q, gaz balon keladi. Narxi 22 ming so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Uy egalarining nomerlarini yozib qo'ydim. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.